Agarda qaynanangizlar bugun yurishim bor kelin poshsha, yarim soatda tayyor bo'ladigan shirinlik tayyorlab bering deb qolsalar, siz o'ylab o'tirmasdan, Safiyaga chopmasdan ushbu ruletni o'zingiz qo'llaringiz bilan tayyorlab bersangiz bo'ladi. Xullas, ishimizni, tuxumimizni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Oqini oppoq penka bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Oz-ozdan shakar solib, qattiq penka bo'lganida tuxum sarig'ini atalab qo'shamiz va lopata yordamida 10 tarafga qarab strelka bilan aylantiramiz. Oliy navli turonularidan keragicha solamiz va buni ham 10 tarafga qarab strelka bilan aylantiramiz. Pergament solingan listimizga shundoq solamiz-ayu qizib turgan duxovka pechiga jo'natamiz. Suyur milkini qaymoqlarini olamiz, keragicha solamiz. Ustidan vanilin, sgushoniy moloko solib bitta mikser qilamiz. Tayyor pishib chiqqan ruletimizni sovutib, ustidan kremimizni surib, xohlagan fruktalarimizdan solib, ulitkaga o'xshatib o'rab olamiz. Ustidan ham krem suramiz, xohishga ko'ra ustini bezatamiz. Bunaqa shohona ruletdan keyin sizni zuloy bo'lib turgan qaynanangiz milinki qaynana bo'lib qolishadi.